Yaxshi, endi shoshmasdan turamiz. Yo'q. Yo'q, men sizga nima degandim bu? Xayolingga ham keltirma, Shokir. Bu вообще kulgili emas. Senga aytyapman, pitaras, блядь. Bobo, ha bolam, men огородga ko'milgan kalit topib oldim. Baribir yana ko'tik qichibdi-da. Keyin bo'lsa, bu kalit ochadigan yashirin eshik topdim. Bu eshikni mutlaqo ochmaslik kerak. Ichkarida esa pistolet va buvimning kiyimiga o'ralgan odam suyaklari bor ekan. Buvimni sog'indim. Men ham o'zi yo'qolib qolishi biroz g'alati. Keyin u yerda bitta zanjirband qilingan amaki mendan yordam so'radi. Sen nima qilding? Otib tashladim. Molodets bolam. Bo'yingiz necha? 5 kilosan. Oyiga qancha to'kasiz? Oyiga qancha sarflamoqchisan? Hamma xarajatlarimni to'laysizmi? Hamma uy ishlarini qilasanmi? Kattaligi qancha? Kengligi qancha? Chekni keltiring. Salom bolakay, nima bo'ldi? Adashib qoldingmi? Bu ayol kim edi? Bu meni xotinim bo'ladi. Nega so'rading? Ketib o'rgan ayol ekanmi? O'zingizni bosib oling, xo'pmi? Axir bu shunchaki bolakay. Bolalarni urib bo'lmaydi. Bola xushomad qilmoqchi bo'ldi xolos. Ey, qalaysiz? Yaxshi. Yaxshi, buni eshitganimdan xursandman. Rahmat, so'raganingiz uchun men ham bilyat yaxshiman. Salom bolalar. Menga ismingiz va yoqtirgan hobbingizni aytib beringlar. Yigitlar. Salom, men ismim Shokir. Yoqtiradigan hobbim gul yotqizish. Salom, men ismim G'ofir. Yoqtiradigan hobbim gul yotqizish. Salom, men ismim Qobil. Yoqtiradigan ishim gul yotqizish. Qo'ying. Demak, hamma yigitlarga gul ekish yoqar ekan. Qizlar? Salom, men ismim Guli. Ilgarilari o'rta qatlam erkaklari oddiygina zavodda ishlashgan va kamida 2 mashina va katta uyga egalik qilib, oilasini bir o'zi ta'minlay olgan. Hozirda bo'lsa, oliy ma'lumotli er va xotin to'liq stajli ishda ishlab turib, oylikdan oylikka zo'rg'a yashashmoqda. Nima deb o'ylaysiz? Bu o'rta qatlam qisqarayotganidan darakmi yoki men shunchaki aqldan ozyapmanmi? Mening xotinim bu pullarni kinoda rol o'ynab ishlab topgan. Kino emas, porno. Xuddi shunday. Porno bu jangari filmlarga o'xshaydi. Kattalar uchun film. To'g'ri. O'jiz kinolarda rol o'ynab shuncha pul ishlash mumkin. Men do'stlarimni sotmayman. Bunaqada 6 oyga o'tirib chiqasiz. Qanaqa bola? Bu jinoyatning boshida turgan bolani u edi. Imtihon javobini eshitlaring, pizdukchalar. Bobur, sen testni chichib yuboribsan. Bunaqada siz dars o'tishni chichib olgan bo'lasiz. Qo'y menga gap qaytarding. Mantiqan o'ylab qarasak shunaqa bo'ladi. Mantig'ingga qo'yya. Kreditlarni dadang to'laydimi? Блять. Horizontal holatda siyishlar. Maktabingdagi qizlarga qara. Birontasini yoqtirasanmi? Блять, yo'q. Lekin men urg'ochi hasorat bilan erkagini tanishtirib ko'rdim. Natijada bana sportga qiziqasanmi? Basketbol, futbol deganlariday. Futbol aslida mantiqsiz o'yin bo'lib, uni o'ynovchilar hech jalbaydi. Mening xotinim shunchalik ahmoqki, u oshxonamizga juda qimmat jihozlar sotib olibdi. Lekin u hatto tuxum pishirishni mantiqsiz o'yin bo'lib, uni o'ynovchilar hech jalbaydi. Mening xotinim shunchalik ahmoqki, u oshxonamizga juda qimmat jihozlar sotib olibdi. Lekin u hatto tuxum pishirishni bilmaydi. Mening xotinim shunchalik to'poyki, u bor yig'gan puliga mashina sotib olibdi. Lekin u hatto haydashni bilmaydi. Bu xo'yniya do'st. Mening xotinim ko'chaga ketyapman deb bir pachka gandon sotib olibdi. Lekin uning hatto qashshog'i yo'q. Achchiq haqiqat. Ayollar og'zini ochib uyg'onadi. Erkaklar olatda turgan holda. Tasodifmi? Unaqa deb o'ylamayman.